Do'stlar, Shahriyor akani ko'rib qoldim. 3 yil oldin siz bilan reperlar haqida YouTube'da ro'yxat olganimizda почти 1,5 million odam ko'rdi uni. 3 yil oldin Amerikada yashardingiz, logistika bilan shug'ullanardingiz. Tushunishim bo'yicha O'zbekistonga bo'ldi, qaytib keldingizmi? Polni san'atga qaytdingizmi? Albatta, hozir men sizga aytayotganimdaka, assalomu alaykum. Avvalambor azizlar, yaxshilar, aziz xalqim, men sog'indim. Конечно, sizlarsiz bo'lmaydi, albatta. Qanaqa sizlarsiz yashab bo'lmaydi? Sizlar meni hayotim sizlar. Shuning uchun meni boyligim sizlar. Qaytdingiz. Albatta. Polni qaytdi uyga. Polni korporativniy grafik to'la ishlayapsiz. Shunaqa. Yangi ashulalar bor, qilyapsiz. Albatta, mana kecha yangi qo'shig'imiz. Agar iloji bo'lsa, fursat topsanglar, eshitib ko'ringlar, qoldiringlar. Amerikadagi biznes nima bo'ldi? Turibdi, joyda. Pulab ketdimi? Kel, money bor. Usiz bo'lmaydi, usiz bo'lmaydi. Boriga baraka. Narimaylar. No, qaytasizmi Amerikaga yo bo'ldi, shu yerda qoldingizmi? Yo'q, endi qarindoshlarim ko'p o'sha yerda borib, ularni xabar olishga borib, bir borib turaman albatta. Amerikaga borish istoydimi? Borib kelish kerak. Mana bizning jamoamiz ham jahon chempionatiga chiqishdi. Bu ham bir katta. Borasizmi futbol ko'rishga? Albatta, qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa Amerikada ko'rishamiz. Shahriyor akani eng yoqtirgan ashulalarini izohga yozib yuboringlar. Necha pul to'yga kelish? Men to'y qilsam, masalan, shu to'ygan kun qilsam necha pul kelasiz? Uyat. Bunaqa džentelmenlar pul haqida gaplashmaydi. Voh. Siz bu narsani yaxshi bilishingiz kerak. Ne, no, hammadan so'raymiz endi biz. Gaplashamiz. Eng muhimi to'y bo'lsin, yurtimizda to'y bo'lsin, ko'p bo'lsin. Ming bormi? Ming? Nima ming? Dollar. Aytganda, men ko'rdim va rosa men nima demoqchiman, barakasini bersin. Ish boshladinglar, nima deydi? Yaxshi niyat bilan boshladinglar, bardavom bo'lsin. Rahmat. Omad tilayman. Ta'mini ko'ring. Albatta, qani? Bismillah. O, такой анорчик, а? Да, запах. Qarz bo'lib qoladi. Deydi-yu, anu qo'lida pis qilib. Yo'qdim. Rahmat. Olinglar. Shahriyor aka, rahmat. Ha, birga boshladik. Rahmat. Shoshilib qayerga ketasan?